Bu astromerani bitta yengillik tomoni ko'p hasharot tushmas ekan bunga. Zahar sepilmaydi. Chunki qolgan narsalarga kunora zahar sepib turiladi, hasharot yeb qo'ymasligiga. Bunda ko'p tushmasligi uchun shu tomonlama yoqdi. Ishi osonroq qolganligiga nisbatan. 2-3 kunda kirasiz. Bundan ko'p odam ham talab qilmaydi. Men o'zimiz uyimizda issiqxona tashkil etganmiz. Bu issiqxonaga astromera ko'chatini ekkanman. Bu astromeraga yangi innovatsion narsalarni kiritganmiz. Sovutish tizimi, sug'orish tizimi, shularni kiritganmiz yengillik qilib. Xo'p, uyimda 5 sotuvga ekkanman. Mana shu bitta ekansiz, bir 2-3 yil hosilini olsa bo'lar ekan. Ko'p bayramlarda yaxshiroq ketadi. Sezonli narsa yoqqanmi, qishda yaxshi tortim bo'ladi, qimmatroq ham bo'ladi. Endi o'shangacha olib bora olsangiz, yaxshi yetishtirib, qiyshirtirmasdan, to'g'rilab, bunaqa qilsangiz, qiyinchiligi o'ziga yarasha bor, o'shanga yarasha foydasi ham bor. Odam keladi, bu narsani berib, Qozog'istonga, Rossiyaga, keyin Tojikistonga chiqaramiz. Haftada 2 marta uzun bo'ladi bunda, uziladi gul. Bir 30 ta, 40 ta pochkadan 1,5 million, 2 million, 3 million, undan ham oshishi mumkin haftasiga. Gulga bo'lgan talabga qarab, narx-navoga qarab, chunki narx-navo bir xil ketmaydi, o'ynab qolishadi, tushadi, ko'tariladi, o'shanga qarab. Xo'p, bu subsidiya nima sababdan? Men o'ylashim bo'yicha mehnatim, keyin kiritgan innovatsion g'oyalarim shu narsaga deb bilaman. Endi bu subsidiyani men keyinchaligiga hozir quyosh paneliga qiziqyapman. Iqtisod qilish maqsadida quyosh panelini o'rnatmoqchiman. Men Toshkent tumani Hasanboy mahalla fuqarolar yig'inida hokim yordamchisi faoliyatida ishlayman. Mehnat faoliyatimga 4 yil bo'ldi. 4 yil davomida mahalla hududidagi 14 ta ko'cha, 724 ta xonadonni xatlovdan o'tkazildi. Xatlovdan o'tkazish jarayonida kambag'al oilalar, bandligi ta'minlanmagan oilalar aniqlandi va ularni bandligini ta'minlash, kambag'allikdan chiqarish bo'yicha amaliy ishlar amalga oshirildi. Bizning Toshkent tumani Hasanboy mahallamiz asosan issiqxonaga ixtisoslashgan va driver sifatida gulchilik etib belgilangan. Hozirgi kunda mahallamizdagi 724 ta xonadonni qariyb yarmidan oshig'ida issiqxonalar mavjud va bu issiqxonalarni asosiy qismi xrizantema gulini yetishtirish bilan shug'ullanishadi. Hozirgi kunda Bog'dorchilik ko'chasida 12-uyda yashovchi Ahmadov Shavkat driver soha sifatida uyda 5 sotik issiqxona tashkil etgan va bu issiqxonada astromeriya gulini yetishtirib kelyapti. Vazirlar Mahkamasining 317-sonli qaroriga asosan tomorqa yer egalari dehqon xo'jaligi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga asosan biz mahalla tomonidan, mahalla yetkiligi tomonidan bu fuqaroga tavsiyanoma asosida tavsiya qildik va yetkilik a'zolari ishtirokida kelib xulosa qildik va xulosaga asosan Ahmadov Shavkatning faoliyati innovatsion loyiha asosida tashkil qilingan issiqxona yo'nalishi bo'yicha tasdiqdan o'tdi. Fuqaro bu ajratilgan subsidiya asosida hozirgi kunda issiqxonasiga quyosh panellarini o'rnatishni rejalashtirdi. Kelgusida quyosh panellari asosida o'sha innovatsion loyiha asosida qilingan issiqxonasini butunlay elektr tarmog'ini qayta tiklanuvchi energiya bilan ta'minlashni ko'zda tutgan.